Xitoyning atalmış yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonning G'ulja, Urumchi va Qashqar rayonlarida yo'lga qo'ygan inson qilipidan chiqqan qamal davomlashayotgan bo'lib, ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan silla xalqning ochliq azobi tortayotganligini ko'rsatib bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, karantina bahonasi bilan ommaviy qatnash to'xtatilib, shaharlar aro sayohat qilish cheklangan. Ba'zi joylarda maktablar taqalgan. Xalq ochliq va kasallikdan o'lyapsimi, doktorxonalarning jiddiy qutqizish bo'limlariga odam olmagan. O'ltiraq rayonlar butunlay qamal qilingan bo'lib, uylarning ishlari sirtdan taqilib, kishilar ochliqqa mahkum qilingan. Amerika prezidenti Joe Biden kompyuterda ishlatadigan o'zak ishlab chiqarishning davlatiga nisbatan davlat bexatarligi masalasi ekanligini, bo'libmi Xitoy bilan bo'lgan raqobatda muhim ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Yerim o'tkazgich yasashdagi dunyo magnati Amerika Intel shirkatining Kolumbusdagi yangi o'zak zavodining ul selish murosimiga qatnashgan Biden mundaq dedi. Ularning hammasi bizning iqtisodiy manfaatimiz uchun, shundaqla bizning davlat bexatarlik manfaatimiz uchundir. Biden hukumat tayyorlagan va Amerikaning yerim o'tkazgich ishlab chiqarish sanoatini 52 milliard dollar yordam bilan ta'minlash o'tirg'a qo'yilgan qonunni tilga olib, Xitoy Kompartiyasining bu qonunga aktiv qarshi turishi hayron qolarlik ish emas dedi. Xitoyning Janvadagi doimiy bosh elchisi Chen Shu muxbirlarni kutib olish yig'inida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarining Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risidagi doklatiga qattiq inkos qaytardi. Chen Shu o'z davlatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komissari bilan bu masalada hamda hamkorlashmaydiganligini ogohlantirib, Kishilik huquq komissari bu dokladni e'lon qilish orqali hamkorlik ishini taqadi. Bu doklad qonunsiz va inovatsiz dedi. Uzundan buyon kutilmagan va 8-oyning 31-kuni e'lon qilingan dokladda Xitoy hukumatining ig'ir kishilik huquq dafsandichiligi deb tasvirlangan qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirganligi o'tirg'a qo'yilgan. Xabarlarga qaraganda, Xitoy Kommunist partiyasi kelar oy ochiladigan 20-navbatlik mamlakatlik qurultayida yangi davrga masalda qurilma tuzish uchun partiya nizomnomasiga o'zgartirish kirgizishni muzokara qildi ekan. O'zgarishning mazmuni to'g'risida hech qanday uchur berilmagan bo'lsa-mu, Jungo Kommunist partiyasi nizomnomasiga tuzish kirgizilib, partiya va yangi davrning partiya qurilmasi turining nazariyasi va amaliyotidagi yangilik tirishchanlik taraqqiyotiga moslashadi deyildi. 2018-yili Xitoy asosiy qonunga tuzish kirgizgandan keyin davlat raisining vazifa o'tash muddatini 2 qatim bilan cheklaydigan qoida amaldan qoldirildi. Buning bilan Shi Jinpingning rahbarlik huquqini 3-qatim o'tkazib olishidagi to'salg'i bekor qilindi. Egilinishcha, Qozog'istonda neft kirimining davlat xamchotidagi o'lishi bu yil 40.2% ga, 2025-yili 21.8% ga tuvallaydi ekan. Sharq Turkiston xalq diplomatiyasi planiga asosan Malayziyada ziyoratda bo'layotgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati Malayziya taratqularida Xitoyning Sharq Turkistondagi sistemalik irqiy qirg'inchilikni kun tartibga keltirdi. Egilinishcha, ziyorat jarayonida siyosiy partiyalarning vakillari va bir qism parlament a'zolari bilan ko'rishgan vakillar umiki Malayziyaning diniy ishlar ministri Kengash palata a'zosi Hoji Idris Ahmadni ministerlik ishxonasida ziyorat qildi va yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan konkret turlar haqida ijobiy suhbatlashdi.